Bismillahirrohmanirrohim. Hozir endi o'zbekcha matnni arab tiliga tarjima qilib ko'ramiz sizlar bilan birga. Mana bu yerga yozyapti. Birinchi mashq: quyidagi gaplarni arab tiliga tarjima qiling. Daftar qayerda? Daftar degani kurrosatun edi, qayerda esa nima edi? Ayna degan kalima edi. Endi ayna ismi istifhom, ya'ni so'roq olmoqchi bo'lganligi uchun qayerdani birinchi zikr qilib olamiz. Aynal kurrosatu. Aynal kurrosatu. Chizg'ich qayerda? Chizg'ich mistarotun. Alif lam bilan keladi. Bu jumlaning ichida kelganda aksar holatlarda nimaga aynan alif lam bilan keladi yoki alif lamsiz qachon alif lamsiz holatda keladi, bu narsalar haqida inshaalloh nimada grammatik darslarimizda batafsil ma'lumotini beramiz. Hozircha qisqaroq qilib biz aytadiganimiz mana shu ayna bilan kelganda va fe'llar bilan kelganda hozirgi holatda mana shu darslarimizda aksar holatda alif lam bilan zikr qilib turamiz. O'rni kelganda yana batafsil inshaalloh ma'lumot berib qo'yamiz. Xo'p, chizg'ich qayerda? Aynal mistaratu. Aynal mistaratu. Bu qalam. Hada qalamun. Hada qalamun. Bu qog'oz. Hada waraqun. Hada waraqun. Siyohdonni ber. Ber degani ya'ni hati, keltir degan ma'noda hati kalimasini ishlatamiz. Hatil mihbarata. Hatil mihbarata. Kitobni ol. Khuzil kitaba. Khuzil kitaba. Bu nima? Ma hada? Tahtacha lawhun. Bero qayerda? Ayna rishatu. Ayna rishatu. Sharikli ruchkani ol. Sharikli ruchka o'sha siyohli ruchka degan mazmunda buni nimada ko'rdik? Lug'atimizda ko'rganmiz va tarjima qilganimizda endi khuz qalamal hibri. Khuz qalamal hibri. Bu jumlada mana bu qolamani alif lomsiz aytamiz. Izofa bo'lganligi uchun izofa haqida boshqa darsligimizda ma'lumot beramiz. Ya'ni khuzil qalamal hibri desak bu xato bo'ladi. Shuning uchun qolamdagi alif lomni zikr qilmaymiz. Ya'ni khuz qalamal hibri. Mana shu eng to'g'ri shakli inshaalloh. Daftarni ber. Hatil kurrosata. Hatil kurrosata. Qog'oz qayerda? Aynal waraqu. Aynal waraqu. Qalam qayerda? Aynal qalamu. Aynal qalamu. Siyohni keltir. Hatil hibra. Hatil hibra. Buguncha shu darsimiz. Inshaalloh sizlar bilan ertaga keyingi darslarda g'oyibona didorlashamiz. Inshaalloh. Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.